Assalomu alaykum aka ukalar, qalaysizlar? Tuzumsiz, salomatmisizlar? Qo'chqor olamiz deyishadi, telefon qilishadi, telefon qilgandan keyin maslahat so'rashadi, yo'q bo'lib qolishadi. Shu qo'chqor oladigan odamlarga iloji bo'lsa bir like bosib, bir podpiska qilib, kommentariyada bir fikrlaringizni qoldirsangizlar, kerakli odamlarga yetib borarmidi? Maslahat go'shalardan o'tib, sizlardan bizga bittagina yordam, bitta like ayamasdan bosib qo'yingizlar. Qo'chqorlarimiz soni 66 ta edi, shundan 42 ta qoldi. Qolganlari mana turibdi. Holatlari ajoyib. Yeyotgan hashagini birinchi ko'rsataylik. Bizda o'tin deydi, tikan deydi. Shuni yanchilgani, shuni yeydi. Qo'chqorlarimiz ajoyib. Mana shu faqat shuni yeydi, bug'doy yeydi. Holatlari ajoyib. Uni shoxlari ham bor ba'zi birlarda. Sog'lom, toza mol. Ishqilib boqsa bo'ladi. Yo'lga tushgan. Endi to'g'risini aytsak, ba'zi birlarda xotirlari ham bor. Yolg'on gap kerak emas. Xotirlari o'zi tizilyaptimi yoki boyag'i yaxshirog'imi, mana eng sort pastimi, unda kichkisi emasmi? Xotirlar tushib boryapti. Yaxshi bo'lib boryapti-da. Birpasda xudo xolasa. Jinlar birdan chiqib ketyapti. Qo'chqorlarimizga keladigan bo'lsak, ajoyib, hammasi sog'lom, toza mol. Bir joyda oladigan akalarga bo'lsa qulay. Shoglashmaydi, qulog'ida ini yo'q. Qo'chqorlikka ham yaraydiganlari ko'p. Pastdagi nomerlar qoldiramiz. Qo'chqorlarimiz ajoyiblari ko'p, zo'rlar. Bitta ikkita duraklari bor. Maydalarini sotdik, bir ikkitami kattasini sotdik. Yolg'on gap kerak emas. Qo'chqorlar ajoyib. Shu kanalni rivoji uchun bir hissangizni qo'shib ketsangiz, bir like bosib keting. Bir arzimagan bir bizdan sizga iltimos deymizmi, endi shunaqa-da endi. Bir o'zimiz molimizni shunaqa tarqatib, bir kerakli odamlar olsa rahmat.